Bugun biz BOL nimaligini o'rganamiz. Siz esa Update Logistics'ga obuna bo'ling. Yaqinda biz update kurslarini onlayn shaklda boshlaymiz. Xo'p, qisqa qilib tushuntirsam, BOL siz factoring sizga driver yetkazib bergan yukiga pul to'lab bermaydi. BOL ni driverga shipperda, ya'ni yukni olayotgan paytida beriladi. Yoki broker o'zi bir xil paytlarda dispetcherga yoki updaterlarga emailni tashlab yuborish mumkin. Xo'p, BOLda ship from degan joyda pickup location yozilishi kerak bo'ladi. Ship to the delivery location yozilishi kerak bo'ladi va carrier namelari yozilishi kerak bo'ladi. Yana nimaga ahamiyat berishimiz kerak? BOLda check-in check-out timelari bo'lishi kerak. Driver qachon kirgan yukni olishga va qachon chiqib ketgan. Serial number yozilishi kerak bo'ladi. Trailer number yozilishi kerak bo'ladi va BOL numberlari yozilishi kerak bo'ladi. Agar serial number bilan trailer numberlari Redcom bilan bir xil bo'lmasa, srazu brokerga chiqib tekshirish kerak bo'ladi. Keyin polni yuk bitirilgandan keyin driver receiverni topib, unga qo'l qo'ydirish kerak bo'ladi BOL ustiga va har bitta page'ini PDF version qilib brokerga tashlab yuborish kerak bo'ladi.